Hammaga assalomu alaykum. Navbatdagi 3G 4G repeaterimizni, GSM repeaterimizni ustanovka jarayoni. Samarqand shahar. Tak, bu antenasi. Tak, bunday turay. Yana bir bor assalomu alaykum. Pastda klinika bor. Klinikada svязь sal pastroq, terminallar bilsangiz sim kartada ishlaydi. Mijozlar kelib kartasini bersa, nimasi ishlamayapti. Qarshi tashqariga chiqib, kelib yana shunaqa qilib noqulaylik tug'diryapti ekan. Shunga bizani chaqirishdi. Podvolga hozir chiroyli internet qilib beramiz. Svязь, aloqa. Podvolga chiroyli aloqa qilib beramiz. Xo'sh, xullas kalon shunaqa. 3G 4G repeater qo'yapmiz. Sertifikati bor. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, xudo xolasa uyga borib, best sertifikatini qo'yib ko'rsataman. Ba'zi stansiyaga xalaqit beradi, u juda katta jarimaga tortishi mumkin. Shuning uchun albatta ishonchli sertifikati bor ustalarga ishingizni ishonib topshirsangiz agar maqsadga muvofiq bo'lar edi. Qolgan sertifikat olganmiz bizaga, unga apparatimizga hech qanaqa muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Qo'yish mana. Ustanovka qildik. Qo'yilishi ankerni boltlarida turibdi. Konkretni mustahkam, turnik qilsa ham bo'ladi bunda. Antenamiz ba'zi stansiyalarga xalaqit qilmaydigan darajada ustanovka qilingan. Analizatorda yana chiqib ko'rsataman. Kabellar akkuratni ulangan, mana ketdi. Birinchi izolenta, ustidan keyin temir nima? Ikkinchisi ham mana. İşimiz taxminan 200-300 yilga yetadi-da. Shunaqa juda sifatli. Biza mendan ketguncha, egasiga yetguncha ishlamaymiz. Bunaqa narsadan uzoqmiz. To'g'ri, aytishingiz mumkin. Ishingiz sal qimmat deyishingiz mumkin, lekin o'shanga arziydi, akalar. O'shanga arziydi. Hozir buni joyiga mahkamlab qo'yay, chiroyli qilib. Pulingizga kuymaysiz. Juda sifatli internet yoki sifatli aloqa bilan ta'minlaymiz. Endi u yog'i pastga tushib yana ko'rsatamiz, kabellarni tushirib chiroyli qilib. Xo'sh, xullas mana kabelchamiz tushibdi. Mana kelib, chik. Mana bu yerdan ichkariga kirib ketgan. Ichkariga kirib ketdi. Bu yog'i endi hozir ichkaridan mana bu yerdan chiqyapti. Gofralar уже eski sinib ketdi, zo'rg'a o'tkazdik. Mana kirib, mana ustobo nimasini o'tkazyapti. Kabelimda boradi hozir oxirigacha. Bu yo'g'i repeater. Mana bu yerda nima deydi? Receptionda svязь yo'q mana shu yerda. Terminallar ishlamaydi. Qaror shu yerga svязь qilib berishimiz kerak. Repeater yo'qda turadi. Yana ko'rsataman. Kabelni olib kiramiz. Yana ko'rsataman. Charchamayapsizmi aka? Chotki. Ha. Mana yerda turadi. Shunaqa gap. Qo'yish mana. Kabellarni o'tkazdik, chotki qilib bunda keldi. Ziyodasi şeyda turibdi. Endi bunda kesib, mana shu yerga repeaterimizni qo'yamiz. 3G 4G repeater qo'yamiz. İchki antenasi yo bunaqa bilan bo'ladi, yo to'rt burchakdan. Endi o'zi ko'ramiz endi nima gap. Xo'sh, mana ichkaridagi signal 4G ham shunaqa bir o'tib bitta palka ko'rsatyapti. 3G ham hozir tayyorlaning, o'zi yo'qasiz. Shu sizga shunaqa. Shuning uchun ichkarida svязь ham yaxshi emas va terminallar ham ishlamayapti. Endi Ramish aka repeaterni qo'shingchi. Qo'shing. Qani? Mana ekranchasi yondi, o'zi yaqindan ham ko'rsataman. Endi ko'ramiz buni. Bitta ana, polni signal bo'ldi. 4G ham polni bo'ldi. 4G yo'q edi. 4G ham polni ishlayapti endi. Internet ham ishlaydi. Alo ham chotki bo'ladi mana. Hammasi chotki.
Tak. O'zimizga telefon qilib ko'ramiz endi. Signal to'la. O'zimga telefon bo'lyapti. Dahshatli. Repeater shunaqa narsa. Signalni qonni to'la qilib beradi. Xo'p. Rezetga qo'ydim. Pitaniya oldim bu yerdan. Rezetkani cho'tka qilib qo'ydim. Xo'sh, mana. Xo'sh, mana. 41 ga 17 dBm. Signal juda a'lo darajada. Xo'sh, ichki antenasi vaqtinchalik shu yerda osilib turadi. Chunki mana bu yer bilan barabar patolog bo'ladi. Keyin u tushib, patologning ichiga qotiriladi. Shuning uchun shu yerga vaqtinchalik qo'ydik. Shunaqa o'rtoqlar. Repeater shunaqa narsa. Telefonda signalni to'la qilib beradigan narsa. Mana, to'rji ham to'la turibdi. Mana shu yer polni ob'yom hamma yo'q. Ichkarilar ham tekshirdik. Bu tomon hamma yo'q. Polni ishlaydi, qarochi. Tekshirib chiqdi. Aka tekshirib chiqdi. Signal to'la. Shunaqa gaplar. Shunday, ha. Xo'sh, qarochi. Gapirish kerak, o'rtoqlar, ko'plar aldanib qolyapti. Ha, mana shuni aytyapman. Efirga uzatyapman. Xo'sh, o'z qarochi mana chiqdik, terminalni ishlatdik. Terminal a'lo darajada shatrlatib hamma narsani qilyapti. Qarochi, hozir biz sizlarga ko'rsatish uchun repeaterni bazaviy stansiyaga pomexasi yo'qligini isbotlash uchun analizator bilan qurollanib tomga chiqamiz apparatni va antennani oldidan tekshirib beraman sizlarga. Analizatorda ko'rsatadi pomexa borligini, apparatning kanal uplink bormi yo'qmi o'shani ko'ramiz. Keyin buni ko'rsatib, men uyga borib sizlarga bu yoqdan Xitoy repeaterini ko'rsataman. Sertifikati yo'q. Uni tokka qo'yib sizlarga nima qilib ko'raman. Tekshirib beraman. Uni keyin nimasini uplinkini ko'ramiz. Bazaviy stansiyaga qay darajada pomexa qilayotganligini ko'rsatib beraman. Hozir esa tomga chiqamiz endi. Xo'sh, ehtiyotkorlik bilan chiqdik. Ana endi antennamizni oldiga borib, bazaviy stansiyaga yetkazayotgan talofati bormi, pomexasi bormi, yo'qmi? Shuni tekshiramiz endi, xudo xolasa. Xo'sh. Mana antennachamiz. Uch dB'lik antenna 1700-2700 MHz da ishlaydi. Kakras shu diapazonda 4G 3G'lar bor. Xo'sh, mana analizatorni ulab oldik. Ko'plar so'raydi, bu telefonda qanaqa programma signal ko'rsatadi? Bu programma emas, o'rtoqlar. Mana bu narsa analizator. Telefon shunchaki bir ekran vazifasini o'taydi, xolos. Hamma informatsiyani shu qabul qilib, mana antennadan qabul qilib, nima qilib, u yo'g'i telefonga beradi. Xo'sh, endi mana programmaga kiramiz. Arranged. Yorug'lik maksimal darajada yoqamiz. Xo'sh, mana chastotalar ketdi. Tomdagi signal mana antennaga qimirlatsa har xil signal bo'ladi. Pastroq, balandroq. Shunaqa. Xullas kalom, bizga endi pomexani tekshirish uchun downlink emas, uplink kerak bo'ladi. Mana bu 2100, ya'ni ki 3G ni qani fokus. Telefon yorug'qa adashyapti. Ha, mana. Tak, mana bu mana
Bu uplink 2100 3G. Endi antennani nimaga qarating Ramish aka? Mana shunday qiling. Mana ko'ryapsizlar o'rtoqlar. Yorug'da yaxshi ko'rsata olmayapman Ramish aka. Mutlaqo pamexa yo'q, ha? Yo'q, вообще mana. O'rtoqlar. Qilasizlar-da, repeterimni olib ketib qoldi, usta nima qilaydi? O'shaning uchun aytyapmiz. Maslahatsiz olma, to'g'ri kelgan repeterni olib o'rnatib yurmanglar, do'stlar. Mumkin emas. Mumkin emas. Mana bu yerdan keling, haqqoniy bo'lishlik uchun Ramish aka mana. Mana bu yerdan kelib, endi antenaga qarating. Buni tik qarating, maksimal signal qabul qilsin. Xo'sh, mana. Tak, bo'ldimi? Ha, mana ulangan hamma yo'g'i. Xo'sh, mana bu shut. Juda qorong'i. Ha, mana endi bo'ldi mana. Ko'ryapsizlarmi? 90 desibeldan past. Ana shu narsa agar nima bo'lsa, nima deydi? Xitoy repeater bo'lsa agar, ba'zi stansiyaga mana bu yerda katta darajada mana bu yerda 60-50 desibellarga chiqib ketadi. Signal chiqadi mana bu yerga. Xuddi boyagi davlinkka o'xshagan shunaqa signal chiqadi. Hozir mana bu yerda yaxshi ko'rsata olmayapman-da menimcha. Mana bu hozir bitta sakrayotgan, pastga telefonda gaplashsa agar shunaqa kanal nima ketadi. Signal ketadi ba'zi stansiyaga. Ana shu narsa ba'zi stansiyaga ketayotgan signal o'rtoqlar, mana ko'ryapsizlar. Hech nima yo'q. Ya'niki umuman pamex sazovat qilmaydi bu. Mana. Mutlaqo. Ana ko'rsatyapman, mana. Qani? Fokus. Yorug'da yaxshi fokus bo'lmayapti, короче. Mana. Bitta uchayotgan, chaqmoqdek chiqayotgan bu ichkarida telefonda gaplashsa, bitta shunaqa chaqmoq bo'ladi. U ba'zi stansiyaga borayotgan signal. Agar pamex bo'lsa, mana bu 60 desibelga polni chiqadi. Men hozir uyga borib, Xitoy repeterini qo'yib, sizlarga tekshirib beraman pamexa nimaligini. Shuning uchun polni hamma narsani ko'rasizlar o'rtoqlar. Shuning uchun to'g'ri kelgan repeter qo'ymanglar. Katta muammo, даже sudgacha boradi bu narsa. Chunki mana bu orqamda turayotgan, qani, ba'zi stansiya qani? Mana bu yerda bu. Ha, mana. Mana orqamda turgan ba'zi stansiyaga katta darajada pamexa yetkazadi Xitoy repeterlar. Shuning uchun o'rtoqlar Ament yetib keladi. Tajribasi bor ustalarga qo'ydirasiz. Ishingiz 5 bo'ladi, kechalari yaxshi uxlaysizlar. Короче, shunaqa. U bog'dan qo'yib, bog'dan olib ketib qolyapti o'zi. Ha, shunday. Ne ishlaydi shunaqa deydi, telefon qiladi. Repeter qo'ygan edim, olib ketib qoldi. Mani qaydan topdingiz? Videolaringizni ko'rganman. Tani ekansiz, bir maslahat qilmabsiz, qo'yishdan oldin deyman. Gapingizga ishonmaganday qaraydi-da. Hay mana. Ko'plar sal qimmat deydi, arzoniga uchadi-da. Arzonni sho'rvasi tatimaydi. To'g'ri, ishimiz sifatli, sal qimmat bo'lishi mumkin. Lekin puliga yarasha sifat olasizlar va hech qanday muammo bo'lmaydi. Sertifikati ham beramiz qo'lingizga, o'rtoqlar. Shunaqa gap. Bo'ldi, bugungi videomiz hali tugamadi. Men hozir uyga borib, videoni davomini olaman. Pamexa nimaligini ko'rsataman sizlarga. Xo'p, uyga kelib oldim. Mana sizlarga shu joyda ma'lumot o'rnida bitta narsani aytib o'taman. Repeter aloqa sifatini kuchaytiruvchi o'sha moslama repeter sertifikatiga ega bo'lsa ham, uni xato ustanovka qilinsa, yo yaxshi ishlamaydi. Ishlasam tarqatish diametri juda qisqa bo'ladi. Keyin eng yomoni, ular mayli, eng yomoni ba'zi stansiyaga xalaqit berishni boshlaydi. Ya'niki xato ustanovka qilinsa, o'sha 90 desibel norma o'shandan oshib ketsa agar 80, 75 shu normadan oshib ketadi, xato ustanovka qilinsa, sertifikati bo'lsa ham ba'zi stansiyaga pamex qilishni boshlaydi va bu ham albatta jarimaga tortilishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ustanovkasini ehtiyotkorlik bilan juda tochini millimetr bilan aniqlikda ustanovka qilish kerak bo'ladi. Albatta har bitta ustanovkadan keyin bizlar обратно yana tomga chiqib uni apparat bilan yana ko'ramiz. O'sha nimada normadan oshib ketmasligi kerak. Uplink normadan oshmasligi kerak. Normadan oshsa, boya aytganimdek,
jarimaga sababchi bo'lishi mumkin. Shu. Endi hozir men Xitoy mostini olib sizlarga bitta tekshirib ko'raman. Bu yerda ulab tomga chiqamiz va keyin uni pamexasini sizlarga ko'rsataman. Ba'zi stansiyaga qay darajada xalaqit berayotganligini. Xo'sh, mana shu hamma sevib ustanovka qiladigan va adashib sotib oladigan repeaterlardan biri. Arzon bo'lar, juda arzon turadi. Va bular hammasi boshqacha turlari ham bor. Mana bunga o'xshagan o'qi bor, tillo rangi bor mana buni. Uni xillari ko'p. Endi o'zimda borini sizlarga ko'rsatyapman. Xili juda ko'p. Ularning xili juda ko'p. Hozir birontasidan bittasini qo'yib tomga chiqamiz. Tokka qo'yib. Ana keyin antennani olib qo'yaylik kadrdan. Keyin yana tepadan pamexasini ko'rsataman sizlarga. Xo'sh, men ulab oldim repeaterimizni. Ishga antenaga uladim. Marhamat. Xo'sh, mana telefon. Shunda bu ishlayotganligi haqida isbotlashim uchun, gapim yolg'on emasligi uchun. Xo'sh, mana ko'ramiz. 4G yo'q, mana umuman yo'q, ko'ryapsizlar, 0 darajada. Umuman signal yo'q. Internet ham menimcha ishlamasa kerak, unaqa yo'q signalga. Yo'q, internet ham yo'q. Bo'ldi. Ko'ryapsiz, svez yo'q umuman. Endi buni qo'shamiz repeaterimizni. Buni bismillah mana qo'shib oldik. Bularni nima endi tashlash kerakmi, ustanovka qilib bo'lmaydimi desangiz, bo'ladi. Ustanovka albatta qilsa bo'ladi, faqat shahar joyga emas. Bazaviy stansiyadan kami 4-5 kilometr uzoqlikda ustanovka qilish kerak. Nima deganda, masofasi bazaviy stansiyadan masofasi uzoqlashsa, bularni uplink bazaviy stansiyaga yetib bormaydi. Uzoqlik qiladi, shuni nisbatga bazaviy stansiyaga pamexasi yetib bormaydi. Shunaqa joyda ishlatsa bo'ladi, qarochi, shunaqa. Xo'sh, buni ko'rsatay. Mana 4G to'la buni ko'ryapsizlar. Polni signal bo'ldi. Xo'sh, 4G to'la bo'ldi. Repeater yoqilgan. Polni ishchi holatda. Mana endi internet tekshiramiz. Uje ishlayapti, yuklayapti, bemalol hammasi chotki. Xo'sh, bitta videochamizni qo'yamiz shu yerga. Hammaga assalomu alaykum. Va alaykum. Mana shunaqa. Biz bo'lmasam yo'limizni davom ettiramiz. Repeater o'z vazifasini a'lo darajada uddalayapti, qarochi. Ana endi biz tomga chiqamiz. Keyin ko'rsataman. Mana hozir o'chirsam signal ham ketadi mana. Qarang. Mana o'chirdim. Hammasi bitta kadrda. Mana bu o'chgan. Endi signal ham o'zida yo'qoladi. Mana signal ham ketdi. Mana shu narsa. Bo'ldi, yo'qib qo'yamiz va tomga qarab yo'l olamiz do'stlar. Xo'sh, mana qo'limda bo'yagan antena. Mana repeater antenasi. Ana endi bu ko'rsatsam qo'rqib ketmanglar. Dahshatli darajada pamexani ko'ryapsizlarmi? Buni qarang. 50 desibelga uryapti. Bunaqa signalda, bunaqa uplinkda ba'zi stansiya dod deydi, qichqiradi. O'tinib, yolvorib, o'tinib so'raydi. O'chiringlar deydi. Bunaqa ba'zi nima repeater qo'ysangizlar, shunaqa gap bo'ladi. Ishtirof aniqda. Jazo muqarrar. Shuning uchun do'stlar, bilmaganlar bilib oladi videoni ko'rib. Shunaqa gap. Bu shu faqat fokus bo'lishi qiyin ekanda bu, ha? Mana. Ko'rasizmi? 50 desibelga uryapti signal. Mana. 50 desibel. Shunaqa gap. Shuning uchun yaxshi repeater qo'yishingizni maslahat berib qolgan bo'lar edi.
shu sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganlarim bugunchalik shu. Xudo xolasa yaxshi kunlarda, yaxshi videolarda yana sizlar bilan uchrashib qolarmiz degan umiddaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib, do'stlarga ulashni unutmaymiz. Kommentariyalarda, izohlarda o'z fikringizni kutib qolaman. Sizlar bilan Komiljon Texno keyingi videolarda uchrashguncha xayr.